charchadim. Nimani? Qachon to'y? Fariza bilan. Yo'q. Ro'paramda jim turib, sevgimni aytsam kulib, asta yuzlarin burib, yondirdi-yu ketdi-da. Ikkalanglar baxtli bo'lishinglar. Rosa o'xshaysizlar. Nimaga mana men tushunmayman. O'zbekistonda ko'rsatuvlar juda ham ko'p, to'g'ri? Muxlisizmiz. Rahmat. Nimaga aynan hamma men bilan Farinani to'yiga yopishgan? Para bo'lib chiqadigan shuncha san'atkor bor-ku. Yo, endi qanaqa ikkalanglar bir-biringizga mossizlar, o'xshashliginglar ham bor. Nimada o'xshaysizlar? Qanday? Meni bo'yim kichkina, uniki Yo, uniki bo'yi baland, lekin burunlar qirralik, yuz turish, gap so'z, sho'xliginglar bir xil. Kim chiroyliroq? Menmi? Ikkalavinglar. Ya, to'g'ri. Ikkalavinglar ham chiroyli. Ya, to'g'risini ayt. $100 beraman. Bu boshqadan. Kim chiroyli? Men Farinam. Ikkalavinglar ham Ya. chiroyli. 200 beraman. Ana, mana o'zingizni chiroyingiz qayerdan olgansiz buncha chiroyli? Adam Rahmatlidan. Adaysiz, dada qiz bo'lgansiz. Nima deb erkalab chaqirardilar sizni? Mana ona qizim der. Ona qizim debdilar. Ash tasavvur qiling, o'sha davrga qaytib qoldi, ya'ni yelkalarida olib chiqib yuribdilar. Bola bo'lib qoldingiz. Qanday, zo'rmi bu davrlar? Mazza bo'lardi. Qani edi qaytsa? O'tgan bolalik Toshkentda viloyatda. Toshkentda, Yakkasaroyda. Qaysi maktabda o'qigansiz? Rakat mahalla. 89 da o'qiganman. O'g'il bolasini tashlab urarmi deysiz? Voy, yomon qilardim, yomon urardim. Haligacha etganimni qildiraman. 30 yillikka borganda ham etganimni qildirganman. Pochcham bormi? Borlar. Hamma joyi sog'mi? Yo, butunlar yaxshilar. Xo'jayinim mana bunda ardoliyman. Ko'karib, qo'l sinib. Yo, u narsa yo'q. Choyxonadan kechirib kelsalar yana. Yo. Mana turmush o'rtog'ingizga ishonasiz, baxtlisiz, to'g'rimi? Ha, ishonaman. Mana tasavvur qiling. Tasavvur qiling. O'tiribsizlar birga. Turib ketdilar. Telefonlarga SMS keldi. Yana keldi. 2-3 marta keldi. Bunday qaraysizmi kimdan keldi? Yo, qaramayman. O'zini chaqiraman. Yo, Yerim sani sotuv telefoniga Qodirjon deb yozib qo'yibdi. 2003-yil 7-dekabr to'yimiz bo'lgan bizdan. Paytida bo'lgan kalta yeganman. O'sha odam o'rganib ham ketar ekan yillar davomida. Mana tan olish ham bir mardlik. Mana bugun ular ko'rayotgan bo'lsalar nima gapingiz bor? Turmush o'rtog'ingizga mana yigitingizga. Tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, baxtimga sog' bo'lsin. Men umuman qattiq hurmat qilaman. Bolalarimning otasi. Sizni sevaman deya olasiz. Sevaman adajonisi. Xasta